Qadrdonlar atiga $5750 2014-yilda ishlab chiqarilgan 160 ming halol probeydagi Cobalt mashinasi kelgan, konditsionerli luks. Bitta ko'rlar videoni, ma'qul kelsa, boshida aytib o'tyapman, bitta like bosib qo'yinglar jigarlar. Xo'p. Mashinamiz ishlab chiqarilgan yillar 2014-yil. Turgan adreslari Qo'qonda, yurgan probeylar 160 ming probeyda. Lubboy ustoga olib borib tegishtirib olasizlar. Behijolat metan gazlar bilan jihozlangan. Xo'p, Avtotrend nomerading kanaliga olib kelsalaring, mana shunday mashinalarimiz sotishga yordam beramiz. Qo'ygan mashinalar sotilib ketyapti, bir kun, yarim kun, 1 soatda sotilgan paytlari bo'lyapti. Yerlar kela olasizlar. Xo'p, mashinamizdan uzoqlashmaymiz. Holatlari zo'r turibdi, anchagina yaxshi, istarali, kakras ishlashga tayyor. Ko'p yaxshi baloni bor. Xo'sh, 1 yevro pozitsiyada ikkita oldi ko'tariladi. Sidini holatlari zo'r, chiroyli. Hali ko'jaga tortadigan chexollarga qarab qo'yishibdi. Germanting, kagali polo koja deydi-ku, xuddi shunaqa nimalar taqib qo'yibdi, chiroyli turibdi. Yaxshi turibdi, konditsionerlari bor, metaforlari bor, rollar chiqib tushadi. Adashmasam buni sidinasi ham sid ekan. 1 yevro pozitsiya. Metan gazlarigacha bor. Kraskalari bor, где-то shu bir 40%, 50% kraskasi bor. O'zlaring uchun kelib tekshirib olasizlar. Turgan adres Qo'qonda. General davenslarigacha bor, barter ham bor. Xohlasaring оформление qilib olinglar, xohlasalaring oddiy general davens bilan haydab ketaveringlar. Xullas, mashinamiz sroch sotilishi kerak. Srochniga puli $5750 ga sizlarga gaplashib qo'ydik. Qadrdon mashina yoqqan bo'lsa, bitta podpiska, like sizdan.